Assalomu alaykum. Baba, yaxshimisiz? Yaxshi dam olib ketyapsizmi? Xudoga shukr yaxshi. Biza kelganda ko'p sanatoriyada bo'lganmiz. Bu yerda hamma sharoit yaxshi ekan. Birinchi o'rinda ko'kat yaxshi, daraxtlar. Tashqarida chiqib dam olishlar yaxshi. Ikkinchidan, o'sha har bir xonaga kelgan insonlarda kayfiyat yo'qlagan narsalar bor. Televizor bor, o'sha dush bor, hojatxona bor, o'sha o'z xonani o'zida hamma narsa sharoit bor ekan. Juda xursand bo'ldik nihoyatda. Undan tashqari vanna yopishtir. Har kuni ertalab vaqtida 6:30, 5:30 tortib 6gacha nima qildik. Zem organizmga oyoqda, yurakda og'riqlar bor edi. Hammasini Xudo to'g'riladi. Kayfiyatim chog' bo'ldi. Oyoqda yurishda oyoq ancha nima qilaydi. Undan tashqari yana bir ikkita uchta kasallik bor. Ular ham ancha yaxshi qoldi. Undan tashqari eng bizga yoqqani ishlayotgan xodimlarni rahbardan tortib eng keyingi oshpazgacha bo'lgan xodimlarning muomalasi go'zal ekan. Yaxshi to'ladi, yaxshi muomala qiladi. 3 mala ovqat vaqtida beriladi. Juda xursand bo'ldik. Ko'p sanatoriyada bo'lganmiz. Lekin bu yerdagida undan tashqari bir namoz o'qiyotgan kishilarga namoz uyi ham bor. Qur'on kitoblar bor. Joy namozi bor. Shuning uchun bularda haqiqiy bir duo qilmoqchi bo'lsa, ruxsat qilsanglar, ilohim amin. Amin. Sanatoriya boshlig'idan tortib qarovulgacha bo'lgan xodimlarning hammasini oilasiga tinchlik, osoyishtalikni Xudo barqaror qilsin. Quti baraka, davlati ziyoda bo'lsin, sog'lik, salomatliklari, bir-biriga bo'lgan muhabbat ziyoda bo'lsin. Amin. Farzand va nabiralarning umrini uzun qilsin, Xudo rizqi bo'lsin, aziz bosh omon bo'lsin, tan joni sog' bo'lsin. Taqvoli bo'lsin, ular sabrli, shukrli, ibodatli, irodali, yuzida hayo, qalbida hikmat, ongida mag'firat quvvat o'ldirsin, ota-onaga o'ta mehribon, oriyatli bo'lsin. O'zbekiston podshosi bugun mayli Shavkat Miromonovich hammasi yaxshi ko'rgan bo'lsin. Chunki podsho shu podshoning davrida nihoyatda o'zgarish katta bo'ldi, nihoyatda xursandmiz. Hamma viloyatda, hamma tumanda, Toshkentdan tortib Qoraqalpoqgacha katta o'zgarish bo'ldi. Hamma sohada. Sport sohasida ham, diniy masalada ham, hamma masalada juda xursandmiz. Nasib bo'lsa, Xudodan yalvarib so'raymiz, aytganimizdan ziyoda bo'lsin. Shu bularni medsistralarni vrachlar, har kun vrach kelib dorini o'lchaydi, medsistralar ko'radi bizlarni. Hammasini qilgan amallari xalqimizga, bizaga em bo'lsin, shifo bo'lsin, marhamat bo'lsin. Amin, Shu amin. tijoratimizni Xudo qabul qilsin. Ishlaring bilan yaxshi bo'lsin. Kamchiliklar kelsa bo'lmasin. Kamchiliklarni aytsak bo'lmaydi endi. Aytaymi kamchiliklar. Amin. Barakalloh. Bunday har bir xonada mamlakat Baba, rahmat, Xudoga shukr. Shifo topib ketdingiz.